o'zimga podarka qilgan mashinalarni sotib olganman. 3 oy gap eshitganman erimdan. Do'stlar, qarang, e'tibor beramiz. Firuza opamiz ishga qanaqa qilib kirib kelgan, hozir ko'pchilik to'g'risi 5 millionlik tarifga kirganiga voy deyapti-ku. Opam jentrasini sotib olgan ekanda. O'zida eshitamiz, qarang. O'ta muhim narsa do'stlar, nimagaki bu ishda yuksak cho'qqilar borligini bilgandan keyin, ilmiy fan bilan isbotlangandan keyin ID raqamli sistema qanaqa foyda olib kelishini bilganlaridan keyin kirgan do'stlar. Eshitamiz. To'g'ri faqatcha, chunki bu ishga kirishimda meni o'zi oilaviy ahvolimizda ham faqat ilm bilan shug'ullangan insonlar, davlat ishida ishlagan insonlar bizda oilamizda hech kim tarmoqda ishlamagan. Tarmoqda ishlaydigan oila a'zolarimizning ichida birinchisi men bo'lganman. Buni ham rahmat. Buni ham nimadan? Chunki o'zimda hayotimga shu ID kartali magazin tizim kirib kelayotganini bilganim uchun ham shu narsani qabul qilganman. Meni o'zimda xo'jayinim bor, xo'jayinim o'zimga podarka qilgan mashinalarni sotib olganman. 3 oy gap eshitganman erimdan. Ishonasizmi? Juda ham Allohga tavakkal qilib yorganman. Xuddi kalbutamda aytganda, mana bu piramidaga ko'plar aytadi, buni moliyaviy piramida deb. Ana shu joyga ham bir to'xtalib ketaman. Bu narsa hech qachon moliyaviy piramida emas. Bu marketingning ichida mahsulot bor. Qayerdagi mahsulot bo'lsa, bu hech qachon piramida bo'lmaydi. Buni ichida yana bitta narsamiz mehnat bor. Qachonki mehnat qilsangiz, mahsulotni mahsuliga aylansangizgina pul topasiz. Bo'lmasa yo'q pul. Shuning uchun men o'sha oddiy o'zimda ID karta ochganimda ham yana bitta narsa, oilaviy kirishingiz juda afzalligini men o'shanda eng negativchi erim bo'lgani bilan ham baribir birinchi o'rinda erimni qo'yganman. Ikkinchi qo'limga qizimni qo'yganman va uchinchi boyagimga ikkita o'g'limni qo'yib, katta bitta mashinani sotib olib, shu tarmoqli marketingga qadam qo'yganman. Bu qadam qo'yishimdan afsuslanmayman, chunki bu yerda birinchi yili o'zi menejer statusini 3 oyda, 4 oyda yopib, erimga o'sha Gentra'ni sotgan bo'lsam 7 oyda BYD chempion mashina sovg'a qilganman. Ana shunday 7 oyda. 7 oyda. Va keyingi oyda esa ikkinchi yili esa Han degan mashina o'g'limga, katta o'g'limga sovg'a qilganman. Bu narsadagi topaydigan pulingiz faqatgina o'zingizning kissangizga kirar ekan. Mana shunga amin bo'ldim. Chunki umringizni sarflagan ishingizda ham topaydigan pulingizni o'zingizning kissangizga solar ekansiz. Eng yoqtirgan joyim bu narsada umringizni sarflab qilgan mehnatingizni, foydangizni avlodlaringizga meros qoldirish. Eng katta narsasi shu. Chunki masalan men o'zim institutda ishlasam, institutdagi oyligimni hech qachon farzandlarimga oyligimni meros qoldira olmayman. Chunki agar farzandimga qoldirmoqchi bo'lsam, u ilmni bolam ham o'sha davrlarda qadamlar bilan o'zlari bosib o'tish kerak. Doktorantura, aspirantura o'qish kerak. Lekin bu ishda ID kartangizda o'zingiz umringiz davomida ishlab boylik orttirib va juda chiroyli moliyaviy erkinlikka chiqsangiz, xohlagan insoningizga ID kartangizni sovg'a qilib yoki ID kartangizni afarmila qilib berish imkoniyatiga egasiz. Va o'sha farzandlaringiz ham sizni olgan darajangizdagi, olgan foydangizni olib yurish imkoniyatiga ega. Mana shu narsalar ko'rganim uchun ham Allohga tavakkal qilib Gentra mashinani sotib olganman. Sotganingizda afsuslanmaysiz? Yo'q, hech qachon afsuslanmayman, chunki o'sha mashinani o'rniga 3 talab mashinaga ega bo'ldik biz oilamiz bilan. Juda chiroyli sayohatlarga ega bo'ldik oilamiz bilan. Juda chiroyli moliyaviy pul erkinligiga ega bo'ldik. Har bir oilamdagi a'zosi ID kartasini ichida. Bu juda ham komfort, juda ham nima deydi? Faxrlanadigan joyda ishlayotganim bilan g'ururlanaman. To'g'ri. Men ham oldin ana boshida o'rganolmay yurdim-ku, hozir ichiga kirib borib, singishyapman. Grinlik zo'r deb baqirib yoradi-ku. Nimaga baqirar ekan deyman. Mana shu darajada grinlik baqiramiz. Pulni taftidan, pulni energiyasi baqirtiradi. Shunday joylarga sayohat qilasiz, moliyaviy erkinlik. Ishoning do'stlar, qanaqa bu joydagi biznes boshqa joyda qilayotgan biznesingizdan daromadidan ancha ko'p daromad topasiz do'stlar. Juda ham. Grinlik zo'r.